shunchalik bizani kichkinagina talantimizni, kichkinagina bir ijodimizni shunchalik hurmat qilib kelibsizlar. Barchalarga tashakkur bildiramiz. Shu qatorda balkonga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Tepadan bo'lsa ham yaxshi ko'rinyaptimi? Yana bir bora xush kelibsizlar. Ushbu konsert dasturimizning nomi nimasi kulgili bo'lgan bilan, lekin kulgili joyi bor. Bemalol kulishinglar mumkin. Bu hazil so'z, nimasi kulgili deb. Endi meni yuzimga qarab shunaqa deyshadi, nimasi kulgili. To'g'risi, endi har xil odamlar bor. Mana konsertimizni kuzatib turibsizlar. Aka-ukalar kelishgan, opa-singillar kelishgan. Mana o'tirishibdi bemalol akalarimiz, opajonlarimiz, singillarimiz. Lekin ba'zi qizlar bor ekan, men kuzatdim shu konsertlarda chiqqan san'atkorni gapirib o'tirar ekan. Hozir men aniq bilaman, meni ham kimdir gapirib o'tirib pastda o'tirib. Kiyib olgan kostyumini qara. Galstugini bor endi, oshga kelganda. Dugon qarang kiygan kostyumini. Yotayotganda kiyadimi, uni bilmayman. Dugon voy kamera kelibdi yetmaysanmi, sinimni yubkasi deydi. Kalt yubkan kiyib olishadi o'zlikdan. Erkaklarimizga farqi yo'q. Operator keladimi, kamera keladimi, miltu ko'tarib keladimi, farqi yo'q. Kel ol. Kel, og'aynim bilan ol. Kel. Yaxga yaqinroq, baq. Olma. Naryolan olib yursin, baxki. Majburlab oldiradi. Mana shu diskka qo'yasan, tushundingmi? Qo'yasan. O'zim qo'yaman yo'qsa. Operator qo'rqadi, majbur endi borib yaqinroqdan oladi. Ba'zi akalar bor, kameraga seriozno o'tira olishadi. Xuddi maylis o'tirganda. Bemalol kulib o'tiringlar, to'g'risi deb kuzatib olma, to'g'risi. Hozir mana xotin bo'lib kelganlar ham bor. Xotini kulib o'tiradi, eri xafa. Bir 200 millik xafa-da u. Chunki shu konsert belgilangan, mana dizayn guruhi Qobil Karimberdiyev belgilangan, bir oy oldin uyqu yo'qdi kechqurun. Adas turing. Turing, konsert berayotganiga Qobil Karimberdiyev tursangiz-chi. Endi ayollar farqi yo'q, soat 3 da ham amallab turg'izadi. Turing. Eram farqi yo'q. Bilet puli ushatdan bilmayman. Qaysi qova? Ana kichkina qorami? Qanaqa qora? Oq. Ana ovozingga ichganmi? O'zingizniki ichgan, tushundingizmi? Yo'q, uniki, tushundingizmi? Olib borasiz. Turyoningizda. Yo'q, keyin boramiz, xotin qo'ysin-chi. Yo'qmi? Olib bormaysizmi? Hali olib boraman deb, men ham yo'q deyman. Olib borasiz dedim. Endi amallab ko'ndiriladi. Ertalab bechara borib, qayerdandir 2 ta bilet topib keladi. O'shanga ham xotindan gap tayyordi. Ha, o'zingizga olmadingizmi? Mana sen bilan menga ko'z. Oyim keluvdilar. Ertalab. Mana, yo'masa onajonim bilan men tushaman. Sen uyda bolalarga qaraysan. Siz tushasiz. Men qaysi biletga kiraman? Eram jahli chiqib, menga aytsa, onangnikiga kirmaysan, meni biletim tegmaydi, tushundingmi? Qo'y joyiga. Amallab xotinlar bari oladi. Kechqurun uxlagandan keyin 2 ta bilet yo'q. Bechara keyin ertalabdan o'zi bilet qidirgani keladi. Endi o'zi uchun-da yertiydan bo'lsa topadi. Endi bizda bilasizlar, yertiyda qolmagan bo'lsa, archantiyda bo'ladi bilet. Yertiyda ozgina qimmatroq, lekin bo'ladi. Biz studentlik payti ko'rganmiz, to'g'risi, men yaqinda ham ko'rdim. Bu archantiyga borib bilet bormi, ketsangiz, o'z yonida bilet yo'q. Bilet yo'li nari betida bilet chilib turgan bo'ladi. Bular imo ishora bilan gaplashadi. Oki birinchi qator bormi desa, yo'l nari betiga yo'l nari betidagi birdan orqaroni so'ra deyishimdan orqa qadam tashab qo'yadi. 2 bormi? 2 bormi? Yana orqaroqdan so'radi dedi. 3, 5 bormi? Orqaroqdan so'radi. Mana shu orqadagi biletlarni sotguncha nechta biletchini mashina urib ketdi bilasizlarmi?
Eng qizig'i bularni urib ketgan mashinalar kechqurun tashab ketadi, ya'ni yaxshi ishlaylar, ehtiyot bo'lib ishlaylar. Shu Ozod akam konsertida nechta biletchi urib ketiladi, to'g'risi. Yana tashab ketiladi. Endi nima bo'lsa ham bilet topadi, u biz bilamiz-da, studentlik paytimizdan shu yerda bilet olardi biz ham. Mashinadan oshib tushib ham kirgan paytlar bo'lganda, studentlik paytlarda ham endi qiziq voqealar juda ham ko'p bo'lgan, to'g'risi. Biletlar u yoqda tursin. Kursdoshlar bilan o'tirardi endi. Bilasizlar, kursdoshlarni yarmi shaharli, yarmi viloyatdan kelgan. Endi orasida shunaqa o'qimishlilar bo'lar, lekin sodda edi-da. Bir kun bitta Soqiyev degani bor edi. Sodda. Grill yeymanmish. Bo'ldi, grillga olib boraman seni dedim. Bo'ldi, men bugun grillga olib boraman sizlarni desam, bittasi nima deydi? Bugun Dark Hallga boramiz. Shu yerda zo'r grill qiladi. Men aytdim, qanaqa grill? Dark Hallda kalyan chakish mumkin. Dark Hallda grill yo'q dedim. Bittasi nima deydi? Nenabiga boraylik. O Nenabi dedim. Qanaqa Nenabi o'tdi grill bormi dedim. Amallab hammasini ko'ndirib grillga olib bordim. Hali ofisant qizlar chaqqonlik qilib shu souslarni, nonlarni, buxonkalarni olib kelib qo'yishdi. Qarasam, uni bolalar gumbulat urib tashashdi hammasini. Keyin ana qiz grill keldi-yu, padnisda. Hali Soqiyev nima deydi? Shu yerda kalla qo'yganing boshqa grillga bormaydigan bo'lganman. Nima deydi? Aytmaysizmi? To'y bordi, biz grill yeb to'yib oldi deydi. Studentlik paytlar ham o'tdi. Uylandik. Uylanganimizda lekin 10 yil oldin uylanganman. U paytda qiziq bo'lardi, bar to'ylar ham uzun mashina gaplashilardi. Mahalliy signal chalib, kirib kelardi. Hozir yo'q bo'lib ketdi. Hozir mahalliy signal chalib kirsin, hamma musor ko'tarib chiqadi. Chalib ham bo'lmaydi, to'g'ri. To'ylar ham o'zgarib ketdi. Eng qiziq tomoni, men endi uylanganimda armiyaga olib ketishganman. Yomon alam qilagan odamga lekin. Shu oshni damlab endi suzishga yaqin kimdir chaqirib qoladi, shunaqa bo'lgan. Endi uylanganda, endi meniki holva 1 oylik armiya. Lekin bitta odamni urush paytida yangi uylanganda olib ketib qolishdi, bir yigit. Endi qiyinchilik ko'rmagan, tako'y bola ekan. Endi urush paytida olib ketib qolishgan. Bechora urush paytida 3 kun yuribdi uzog'i, xotinsiz. Oxiri komandirga aytayotgan, komandir, iltimos uyga borib keling, yangi uylanganman. 3 kun bo'ldi, odam sog'indi xotinni. Tushunasizmi? Bo'ldi. Ruxsat beramiz. Faqat bitta fashist nemis ushab kelasan asirga olib, o'shanda ham 1 kunga ruxsat beraman dedi. Hali odam bo'ldi. Komandir, sizga fashist kerakmi? Men bundoq qarab qo'ying bo'ldi. Fashist toza nemetskisini olib kelib beraman. Men o'zi soch sariq bo'lsinmi, qora bo'lsinmi? Komandir, qanaqa soch sariq, qora? Erkak kishi askar fashist bo'lish kerak. Erkak kishi g'alati emasmi, komandir? Bo'ldi deb borib olib kelibdi fashistni bittasini. Ruxsat olibdi uyga. Yana 3 kundan keyin yana iltimos, komandir. Uydagilar ketishibdi-da, aylangan. Xotinni o'zi qolibdi. O'tib keling. Endi 2 ta fashist olib kelasan. O'shanda 3 kunga ruxsat beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Borib 2 ta fashist ushab ketdilar, 3 kun ketib ortdilar. Oxiri bu gaplar generalning quloqiga yetib borgan. Bu yerda nima bo'lyapti deb chaqiribdilar. Uyga borgin kelyaptimi? Bak, uyga borgin kelyaptimi? 5 ta fashist olib kelasan, 10 kunga ruxsat beraman. Bo'ptimi? Gap yo'q. Chiqarib yuborishibdi. Ketidan hali general bilan komandir sekin kuzatgan chiqsa, hali ko'chaga chiqib, "Schneider!" nemislarga qarab. Kim? 5 deyotganmish. Qarasa 5 ta kishanlangan nemis kelyotganmish. O'shalar debdi. Keyin hali Blatnoydan so'rasa, "Nima bu? Nima ahvol bu?" Tushunyapti, nemis taraf seni tinchlikmi? "Ha, u yoqda ham bitta yangi uylangan bor, unga kerak payt men berib turaman" degan ekan. Shunaqa voqealar ham bo'lganda, to'g'risi, mana uylandik, bolali bo'ldi. Hozirda mana 3 ta o'g'il bor. Kimdadir o'g'il, kimdadir qiz bo'lar ekan. Ba'zilar nolib qo'yadi, "O'g'il tug'maysan. O'g'il tug'maysan." Bitta okaxon bor ekanlar, endi 7 ta qizlar bor ekanda. 7 ta qiz. Oxir 8-sini uzi qildirib, "Obor o'g'il" deganing xursalla. 8-chi tug'ilgan, raqsga tushib ketayotganishlar, raddonga.
Raddondiylar ham qarsi bilan kutyapti-da. Sahranada yotganlar jim o'tirarmish-da. Ovozi ham ular baqirish mumkin emas-da chunki. Qarsi ham chalmabdi, jim. O'sha 20 ming so'mlik palatasida yotgan ekan. Derazani tagiga shundoq kelib, "Xotin! Nima bo'ldi? O'zi javobmas?" Yana ichdingizmi? Javob emas. Qiz. Yo'q deb yerdan tosh qidirayotganmish ekan. Xizmat. Yo'q, to'xtang, adasi, to'xtang. Yaxshilab qarang. Sekin jahli chiqdi. Yaxshilab qarab chiqib shunda, adasi. Men yaxshilab qaradim, o'g'il ekansiz, yana tosh qidirayotgan. Nima yana desa? Menga unaqa yaxshilab qaraganda ko'rinadigan o'g'il kerak emas. Shuning uchun hammalarga niyatimiz shu uzoqdan qaraganda ham o'g'il bolali ko'rinib turadigan o'g'illardan bersin. Ayollarimiz bor bo'lishsa, endi 3 ta nima bo'pti sizlarga to'g'rimi? 3 ta. Endi dunyo bo'yicha ham, ya'ni chet elliklar, Amerika ayollari ham I love you deyotgan eriga. Lekin uzog'i bitta. Stop. To'xtatiladi, yopiladi hamma ya, chegaralar. Rossiyada ham xuddi shunaqa. Ya тебя люблю, Fedya deb ikkita uzog'i. Bizning ayollar nima deyshadi? Eriga qoching. Nari yoting. Charchaganman, yoqmayapsiz. Deb turib 6 ta. Yettita, 8 ta. Baraka topinglar. Agar sizlar eringlarga men sizni sevaman desanglar bor. Butun O'zbekistonda futbol komanda bo'lib ketadi. 11 tadan har bir xonadonda. Endi shunaqa Keney ham bor ekanlar, to'g'risi. 13 ta farzandlar bor ekan. 13 ta. Oxiri 14-sini tug'ibdilar hali Keney. Doktorlar ham terrortib Keney 15 yil ichida 14 ta. 35 ga chiqdingiz. Iltimos bo'lib to'xtating. Sog'lig'ingizga zararsiz, sog'lig'ingizga. Hali Keney ham bas kelish yo'q. Voy ukam, aql o'rgatmaymi, bu Xudoning bergan ne'mati, tushundingmi? O'zim bilaman. Xo'p, hali doktoramni tashqariga qarasa yomg'ir yog'ayotgan ekan. Ana Keney tashqariga qarang, yomg'ir yog'yapti. Xo'p, nima qildi yomg'ir yog'sin? Bu ham Xudoning bergan ne'mati, lekin hozir zontinglar chiqqan, himoyalaring degan ekan, bo'ki yuravermaydi degan ekan. Shunaqalar ham bor-da, to'g'risi-da. Endi nima bo'lsa ham, serfarzand xalqimizga hech qachon ko'z tegmasin. Men hamma gaplarim hazil edi, to'g'risi. Sizlarning kayfiyatinglarni azizgina ko'tarib olishga harakat qildim. Oqshomimiz davom etadi. Yana bir bor xush kelibsizlar.